Abdülkerim ablamızın yeni itotlarından Abdülkerim ablamız ve Sami Obul'un icrası da aşkhanada diken itotlu sunumuz. Kene huzurlangaysizlar. Rahmet. Kasa fikri var, çöçör var, lağmen var, soğmen var, polo var, mantı var, permudu, samsı var, nimisi şu var, kille, mimallah, kasa. Kasa mimar. Oy, kasa mimar kasa, maşınla şey toktivasa. Aşağı toktivasa, turi burada, kasa. Tavcan, mimancı oku, ma mimanı çay, oturduğunu çay deyal Allah. Kille, kasa mimar. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Kasa. Kasa mimar, kasa. Oy, dur. Orunduk mayına top gitmişsin. Kasa. Çaysa. Ustam, aşkanalar tamak var mı? Tamak var mı degende? Aşkan degende tamak olma yatak olamız ki. Çaysa. Ustam bu çay oppak oturdu ya. Yerli kaynak su fıkam, dağ çay. Çay sanmaplı ha. Fıkam, ne mi kılımız beka? Hadi beka çaysılı bu kaynak suyunun kutunu ötürep. Bu çay degenin mışında oğunu yakşı, tabi oğunu yakşı. Men tengim o, çay sanma içi verir misin? İçi versen. Yok be, kızgırak memesken bu çay. Fıkam, siz bilmeydik ella bu çay degenin lağı bana mışında levlimi can boğunu yakşı deyim. Bu çay şundalı kısık olup ketkendikin püleyim deyip avar olla. Onun sükin püdgendikin ağızlardaki mikrop çay kirkitip kesel olup kaldı fıkam. İçi versen. Ha makul, içi. Ha, ustam. Ma aşkanalarda neme tamak mı? Nemisi şu var fıkam? Onda olsa lağmenden birini. Ma mimangı lağmenden birine basın dersi çıkırınlar ha olsun. Fıkam? Ha? Santana sılmım ha? Ha, benim. Tövcak var gına onu. Ustam, ma kosak bek içip ketdi. Meni to'la gap qilsanmay, tamakni bir ishtirak chiqargan ishni qilmayli mi? Ma'qul, ma mehmon oldiraydi ishtirak bo'langlar. Endi fıkam. Ma oshxonamizga iliq odam tasi jiq kirmagan odam zerikib qoladi ekan. Sizlar odamda biroz kirganda mana paranglashib konimiz ichib oldik emas fıkam. Aras fıkam. Shunda qarasam, kelishga saloblikda qilib turlar, shuni qaraganda sizlar kadr o'xshamadi fıkam. Ha, men kadr. Nani bitigansizlar? Ha, men ashu ishkirdiki xonen sifani bitagan. Nani? Ishkirdiki xonen sifani. İkimizning darajamiz tengki. Men xotin sifatini bitigan. Sizdan taqib bir chiqdim ortiq kimman. Mandadan ha. Ustam, bak qo'saq bek ichib ketdi. Tamoqni yana bir suylatmaylimi? Ma'qul. O'zim kirib chiqardim Ha, ma'qul. ishtirak bo'langlar, vallahi. Hozir bir oshxona kirib qoldim nima? Astagfirullah. Ma balaning qilib turgan ishini deyman. Mashunda odamlar Nima bo'ldi? Ya qaysi fıkam? Ma qozonga oshni salay deb turibdi-ku, turibning suvi to'xtab qoldi. Fıkam, mana qillar. Ben boshqa bir narsa qilib qo'ymisizmi sizlarga? Ha? Astagfirullah. Tabii so'mendek, qaysi? Ha? Ha, ma'qul. Unda olsa, men personman qilib bersin. Men personmanmi? Men person. Ding qilib beramda, men ma'qul, men personman qilib bersin. Mema. Fıkam. Rast. Men personman oshxona chiqmaydi. Bizning bir dangliq bir oshpaz bor deb fıkam degan demagan. Endi men hozirlik tamoq qilayotgan oshpaz qaysa? Endi men men personman deganimda usta tashlaydi emasmi? Abi oshpazniki bir qo'lim shadi, chort. Chort usta tashlamaydi ekan. Bir qo'lim tashlagan olmaydi. Ang yasab chanab, ding so'man qilib bermisanmi? Ha, ma'qul, chanab ding so'man qilib bersin. Lag'man, ding so'man o'zgardi. Tamam. Astagfirullah, ma balaning qilib turgan ishi. Bu adam boshqamoqdek ta'sir yo'q-ku juma afkam. Nima bo'ldi ustam, yana nima bo'ldi? Ma balani ko'ymamda afkam. Ma sen to'g'raydigan qing'roqni go'sht qilsam manglasam, so'nga qilib ketgan biz qayerlik ketdik. Shu qing'roq afkam shunaqa. Xemir o'tmaydigan bo'lib qoldi. Hay, bo'ldi ustam, men ketdi. Maqasa afkam. Jinni chiqsa boshqa bir qilsa bir tane chiqdi. Ha, bo'ldi, rahmat, men ketay. Maqasa. Nag borla? Men bosh oshxonaga chiqib, qo'sqimni to'yg'izib, andin men oshxonaga kirib o'tiray juma. İhtiyarlar fıkam. Endi bu o'tang. 40-50 kilometr yerda boshqa oshxona yo'q. Endi ashak bir boch qo'saqlar ichib, suv o'tib ketib qolsa ajab emas. Xizmat og'irlik qilaman fıkam. Ani yaxshimiz 5 minutda chiqib ketib boshqa qilib qo'yamizmi? Suyg'ash qo'y bado. Ba. Ani yaxshiligach uzib tashlang. Mayli qilib qo'yman qilib qo'yamizmi fıkam? Alamat Ma'qul. Ay, uzib tashlab qo'yman qilib bersin. Ma'qul fıkam. Ma mehmonga osh qo'ymanni obdan qilib. Ya, ustam. Yo'q. Qo'ymanmi qilib bermisan? Bo'ldi. Qo'yman naqshan uzib tashlaydiganda. Uzib tashlaydi uni. Tak. Qo'ymanni uzib tashlaydiganda, sizlarga oshpazning bir qo'li yo'q.
aslında ama aşkanda su to'xtab ketgan. Angiç kelem gideyim ha? Qo'ymangiz suv ketdi. Mantığı bado. Ba. Peter Mantu mu ya paklık mantu mu? Bu Peter Mantı degan qanday mantı var? Peter Mantu degan Peter Mantu afkam. Paklık mantu degan paklık mantı. Paxtliq mantı degan qanday mantı ustam? Paklık mantu mu? Ayla xemir qilim bolaq mantu shu afkam. Şunu qilasın mı? Bo'ldi, Peter Mantı. Ma'qul. Estağfurullah. Mana. Asafkam. Ustam? Men sizga mantı desam, sams ko'tarib chiqibdi-ku. 28-16 afkam. Her işkisi xemin uchun go'sht qilamiz. Yemasa. Onu ustigan Peter Mantudan sams cho'ngroq shu afkam. Peter Mantu qilib qo'ysin desam, meliqi xemiri shilishib qolibdi afkam. Ana toza qilib qo'ygan olmaydi ekan. Yemasa. Astagfirullah, yani bu sams o'sim chiqibdi. Asla. Voy, ustam, Ha? bu samsning ichida go'sht degan narsa ko'rinmaydi-ku. Batuğa. Qo'saqlar bek ichib ketgan bo'lsa, yo'g'aroq ishlab go'shvoyada o'tib ketdimi ya? Har qancha o'sin men og'zimga o'rnatib bu. Xudoyim tova. Bosuqov kam sizlarga shu erkak paqlanda mush xemen ichiga tiqib kirib kelgan bo'lsa, obdan bo'libdi. Lekin apatmaydi, sen ish tiqdi da. Yemasa? Ma'qul. Ichib qo'yib qo'yayman. Ha. Sen. Astagfirullah, mani mido endi mavi. Ha? Mavi. Sen? Jip. Ustam bu samsung için go'sht sama jip sağamma. Çıkan bu bir texniklik mesele. Yemasa 1000 gradus sonra da şodu. Dezinfeksiya olib deme. Yeşilmeyi tutup yapsa işim olmaydı. Ay bo'ldi. Qaysafkam. Manda bir öy sağandımı tamını suvaydığa vaqtimizda aylıqı saman aralashma sunursak, ma tam çakip yerilip gite. Ma samsının içinde bir eşler jip olmasa afkam. Ma sams yerilip gitip meyi tonuq eşkisidir. Yemasa. Bo'ldi. Aka. Etgenin keş fark yapsakçı. Ma aşmanızın tamığı bilan moytini yaxshilabasınız olmanda. Yaxshi qilmana. Aka, hozir degan qandaq devir. Hamma odam moyitqa, tozliqqa, sifatga ahmiyat berasa, siz nima ish qilib yurasiz? Oshxona juvot emas shu. Qizvaqo qaram. Ma almisaqdan tatib, mayli tamoq jihatdan bo'lsin, mayli tozliq jihatdan bo'lsin, o'zimizga xos madaniyat yaratgan xalq biz. Hozir turmush ritmining kundan kunga tizilishga ergishib, muhitining yaxshiligi, tamog'ining sifatli bo'lishi, an'anaviy tamoq turlarining ko'p xilligi bilan ma shaharlardagi tiz tamoqxonalarning bozori kundan kunga yaxshi bo'lyapti. Ham odamni so'yindiryapti, hammamizga qulayliklarni olib kelyapti. Shundoq ozod muhit yaratib beryapti. Shuning hammasi pul ketayapkan. Ha qarang aka. Bu muhit tozligi, pokizlik deganga pul ketmaydi, ozroqli jismoniy kuch ketadi. Ma oshxonangizning tamog'ining sutini demayli. Ma muhitni bo'lsin yaxshilabasiniz bo'lmanda. Agar bu shunday bo'lgan bo'lsa, ma oshxonangizga chivim kirmaydi avval. Chivin kirmasa mayli afkan, faqizlarning pakini qutib qoladi ekanman. Bo'lsa, ash shaharga berib, siz tamoqxonani bir ko'rib kelgan bo'lsangiz, cho'qim mush oshxonangizni xijil bo'lishingiz mumkin. Aka, agar vaqtingiz bo'lsa, men sizni shu shaharga tiz tamoqxonaga olib bir ekskursiya qildirib qo'yay. Qanday? Uyaga boramasmi? Ras apramlar ya. Ras apram. Unda va shunda qilayfkan. Men bu oshxonada zerikib turgan deslar. Aşağı bir aylanib kelgach, bir eşki aşpaz olsa, tepli ekilaymi? Aşpaz tap bo'ladimi? Bo'ladi. Agar to'g'ri chiqib birla e'lon beradigan bo'lsak, to'g'ri har qanday narsani topib bo'ladi. To'g'ri nima topib bo'ladimi? Nima topib bo'ladi? Jim. Unda bo'lsa afkam, men daq o'ylanmadim boytaq deslar. To'g'ri chiqib bajaqli qilib bir qiynib qilaymi ya? Nima bo'ladi? Ma bo'ladi-ki? To'g'ri chiqib. Kursaskan bunda bo'lsa. Ay. Ma oshxona qanday qilamiz? Hech nima bo'lmaydi afkam. Endi raskatni qilsam, afkam, ma oshxonada mendan boshqa odam yo'q. Shunga men samsdan boshqa tamoq chiqarmagan. Shu ikki qo'limni solib qo'ysak turaverdi afkam. Desa, Boshqa bir oshpaz yo'qmi-da? Voy, afkam, bu oshpazlik deganda va bu nimka ishlatmak yomon taskin deyman. Bu oshpaz navoy deganning nimkalari afkam. Ximiya bo'lib kes ketaveramiz, lodan qapoqni tuz ketaveramiz deb ketaverdik, shuni yolg'iz qoldi.